Qizuv chiqibdi xotin. Xotin qarzini so'rab keldi. Non yo'qmi? Assalomu alaykum, keling. Alaykum assalom. Eringiz uydami? Eringiz chaqiring. Bular uyda yo'q edilar. Pulyo deyotuvdi. Ana, qozonda nimani qaynatyapsizlar? Ha, umi? Voy, oyjonni pensiyalardan olib ishlatyapmiz. Bo'pti, mayli. Xo'p. Ya Umidjon, Assalomu alaykum. Uyingizga bir 5-marta kelib ketishim. Ukangiz mendan qarzi bor. Ertaga beraman, indinga beraman deb har kun aldab yuribdi. Odam kelib ketishga ham xijolat bo'lyapti. Biroz gapirib qo'ysangiz bo'lardi. shunaqa gaplaring. Umidjon, ukam uchun men uzr so'rayman. Siz boravering, men o'zim gaplashib qo'yaman. Shunaqa qiling, gaplashib qo'ying. Ukam, bu nima qilganlaring? Qarzingni so'rab, ishing tegigacha kelyapti. Uyalmaysanlarmi? Sizchi, kelin, yolg'onga sherik bo'lib turishingizni qarang. Uyat-ku, uyat. Ota-onamiz bizga bunaqa tarbiya bermagan-ku. Siz. Alo. Alish, qarzingni berasanmi? Abbo, beraman o'sha qarzingni. Nam so'rayverasan.